siz aytgan o'sha juda muhim dorilar faqatgina bizda arzon narxda sotilar. Nechun bunchalar arzon yoki odamlar nodon? Yo'q, bizda qo'lbola tarzda tayyorlanadi obdon. Xuddi mana shunday tarzda qo'lbola usulda dori vositalarini tayyorlab sotishga uringan fuqarolar navbatdagi tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyat bo'yicha boshqarmasi va departamentning Buxoro shahar bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Kogon shahar Amir Temur mahallasi Ma'naviyat ko'chasi 67 hamda Buxoro shahar Gazlishoh ko'chasida joylashgan yashash xonadonida dori vositalarini qadoqlashga mo'ljallangan yashirin sex tashkil qilinib, yorliq va yo'riqnomalarni o'zgartirish orqali qalbaki dori vositalarini tayyorlash, saqlash va o'tkazish, shuningdek dori vositalarini yoki tibbiy buyumlarni dorixonalardan va ularning filiallaridan tashqarida realizatsiya qilish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan fuqarolar aniqlandi. Tekshiruvlar davomida muvofiqlik sertifikati berilmagan, ishlab chiqaruvchi davlat tashkilotnomi ko'rsatilmagan, davlat ro'yxatida mavjud bo'lmagan, qalbakilashtirilgan va yaroqlilik muddati o'tgan dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida Buxoro shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro xonadonidan qalbakilashtirilgan 31 turdagi 8332 quti va 3336 dona dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186-3-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Nafsiga qul kimsalar qo'l urdi shunday ishga. Oxirini o'ylamasdan o'zini qo'ydi tashvishga. Panjara ortida jim kuzatib o'z ahvolin. Xulosa chiqarganda balki topar o'z yo'lini.